Muqimiy shaharchasidagi odatiy osudalik bir lahzada buzildi. Dahshatli gulduros ovoz barchani sarosimaga solib qo'ydi. Hozir biz turgan hudud Qo'qon shahrining Muqimiy shaharchasi. Mazkur hududdagi ko'p qavatli uyda yong'in sodir bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, favqulodda holat gaz-havo aralashmasining chaqnashi natijasida sodir bo'lganligi aytilmoqda. Yong'indan avvalgi portlashning zarbi shu qadar kuchli bo'lganki, nafaqat voqea sodir bo'lgan ko'p qavatli uydagi, balki qo'shni domdagi uylar, yo'laklarning derazalari ham sinib to'kilib tushgan. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushishi bilan qutqaruvchilar 5 daqiqa ichida voqea joyiga yetib kelishgan. 28-uyning 50 kvadrat metr maydoni, ya'ni tomi, shift qismi va ichidagi jihozlari yongan. Qisqa vaqt ichida olov o'chirilgan. Chaqnash oqibatida 4 nafar fuqaro turli darajadagi jarohatlar bilan shifoxonaga olib borilgan. Afsuski, bir nafar fuqaroning hayotini saqlab qolish imkoni bo'lmagan. Qo'qon shahar shoshilinch tibbiy yordam markazi tumanlararo qo'shma shikastlanish bo'limiga 3 ta bemorni yotqizdirganmiz. Ahvoli stabil. Kelganda bemorlarga kerakli yordamlar hammasi ko'rsatilgan. Kerakli tekshiruvlar qilindi, kerakli muolajalar olishdi. Bemorlarning hozirda ahvoli stabil, o'rta og'ir. 6 ta farzandim bor. 6 ta farzandim bor. 5 tasi zalda bo'lgan, televizor ko'rib o'tirishgan bo'lgan. Bitta farzandim spalniyda bo'lgan. Shunaqangi kuchli portlash yuz bergan paytda spalniyda bo'lgan farzandim oynada tagida yotgan bo'lgan. Oyna o'sha ko'chib farzandim shu chap tomon bo'yin sohasi, qo'li, oyoq sohasiga jarohati yetganda, endi kesilish jarohatlari yetgan. Tez tibbiy yordamga olib kelishdi. Balani ahvoli o'rtacha edi. Birinchi tez tibbiy yordamni ko'rsatishdi, o'sha jarohatlarini tikishdi, qarashdi doktorlar. Hozirda shahar hokimligi va tegishli idoralar ishtirokida maxsus shtab tuzilgan. Hodisa sabablarini o'rganish, yetkazilgan zararlarni aniqlash va qoplash choralari ko'rilmoqda. Biroq bunday fojialar takrorlanmasligi uchun keskin choralar zarur. Kelgusida bunday ko'ngilsiz holatlarni oldini olish maqsadida shahar hududidagi barcha xonadonlarda kuchaytirilgan tartibda profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Xususan, tabiiy gaz va suyultirilgan gaz jihozlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga rioya etishi qat'iy nazoratga olingan holda belgilanmagan tartibda texnik talablarga javob bermaydigan rezina shlanglar, qo'lbola va nosoz pechka hamda isitish moslamalari mutaxassislar tomonidan aniqlanib, belgilangan tartibda xonadonlardan chiqarib tashlanmoqda. Birgina beparvolik, yong'in, texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etmaslik nafaqat uy-joyni, balki inson umrini ham kulga aylantirishi mumkin. Qo'qondagi bu voqea barchamiz uchun saboq bo'lishi zarur. Zero o'z hayotimiz va yaqinlarimiz xavfsizligi o'z qo'limizda.